Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar. Xudo xolasa mana yangi bir obyektimizni boshladik. Tomga pena lomboz quyish jarayoni. Hozir bu ko'rib turgan joylaringni bir 2 yil o'tib oldi, mana quyib ketgan edik. Loy suvoq ustidan 5-7 sm qilib quyganmiz bu joyimizni ham. 2 yil o'tdi, mana xudo xolasa yaxshi holatda turibdi hali ham mana. Rosa qurib o'zini holatida, yorilgan joyi yo'q, qolangan joyi yo'q. Eng muhimi uy egasiga manzur bo'lgan. Shuning uchun mana bu tarafimizgacha imorat qilishgan ekan. Shu joyda ham o'zlarini kelib quyib beringlar deyishdi, nasib qilgan ekan, o'zimiz keldik. Ishni boshlaganmiz, ertalab kelib, ozroq kvadraturimiz bor edi. Ko'p turganlarni mana tomimiz hamcha pastroq. Bir boshdan quyib kelyapmiz bu yerda ham. Yaxshi holatda chiqyapti. Kerakli joylarga mana dimoxodlarni qo'yib chiqyapmiz. Hozir mana bir qator quyish jarayonini ham qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu mahsulotimizni tarkibida mana ko'rib turganlaringiz suv quyiladi. 3 baqir suv quyiladi. Gips tashaladi bir qop. Mana bu sement qo'shiladi o'zini miqdorida. Bu aparatimizdan mana pinasi chiqadi. Mana ko'rib turganlaringiz bu ko'pchilik savol beradi. Bu pena ana akfalar penasidan emas, boshqacha. Bu reaksiyaga kirish uchun faqat shu penadan qo'shiladi. Bu quygan narsamiz yorilmaydi, chizilmaydi. Keyin loydan 2-3 barobar yengil bo'ladi. Keyin yonmaydi. Bu mahsulotimiz. Mana bu taraflarda ham ko'rib turibsizlar. Yaxshi holatda turibdi, xudo xolasa zo'r. Bir chichqon ko'ylagan, bir kalamush ko'ylagan jo'tlari ham yo'q mana. Shunaqa materialni vassalik ustiga materialni tashab, qator quyib ham olamiz uni ochiq joylarni atrofini. Keyin bir boshdan razmerini chiqarib ko'rganlaringni ustini quyib ketaveramiz. Mana shunday holatda quyiladi boshida sekin, oqib ketmasligi uchun. Yo'lingni hisobiga o'zi kerakli joyiga boraveradi bemalol. Mana shunday holatda chiqadi, mana shunday qo'yamiz, shunday holatda qoladi. Tomga penalanmoz quydirmoqchi bo'lganlar shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qo'yib beramiz. Rahmat, hammaga sog' bo'lasizlar.